Assalomu alaykum hammaga. C++ dasturlashtirilgan o'rganishda davom qilamiz. Bungi mavzumiz double long const bo'ladi. Bularni bittasi tip, ikkitasi o'zgaruvchi hisoblanadi. Birinchi o'rinda bularni o'rganishdan oldin o'zgaruvchilarga nom berish haqida o'rgansak, har xil nom bilan o'zgaruvchi ocha olmaysiz va buni o'ziga yarasha qonun qoidalari bor ekan. Birinchi qoida shuki, siz o'zgaruvchiga nom berayotganingizda bu so'zni raqam bilan boshlamasligingiz kerak. Ya'ni bu so'zni raqam bilan boshlasangiz bu xato hisoblanadi, lekin siz raqamni bitta yoki ikkita harfdan keyin ishlatsangiz bo'ladi. Keyingisi bu albatta harflar va keyin pastki chiziqchani ham ishlatishingiz mumkin. Hatto pastki chiziqchani o'zini siz bitta o'zini ham ishlatish imkoniyatiga egasiz va siz shu 3 ta orqali o'zgaruvchilarga nom berishingiz mumkin. Keyin albatta nom tanlayotganingizda aynan shu ishlayotgan dasturingizga mos nom tanlashga harakat qilishingiz kerak va iloji boricha inglizcha nomlardan foydalangan maqsadga muvofiq bo'ladi. Endi long haqida gaplashadigan bo'lsak, bu long degan o'zgaruvchimiz, bu o'zgarishni qabul qiluvchimiz, bu intni kattarog'i hisoblanadi. Bunaqa int, long yozayotganingizda o'zi kompyuteringizga ajratgan hajmi bo'ladi. Masalan, siz intga yozayotganingizda sizga 4 baytlik joy ajratib beradi. Agarda siz longga yozayotgan bo'lsangiz, sizga 8 baytlik nom ajratib beradi. Ya'ni qisqacha qilib aytadigan bo'lsa yoki xunukroq eshitiladigan varianti desak bo'ladi. Bu long intni katta shakli desak bo'ladi. Demak, long intdan 2 marta katta degan ma'noni anglatadi. Bizga o'zi long nimaga kerak bo'ladi? Bu o'zi long o'z ichiga 10, 11 xonali raqamli sonlarni o'z ichiga oladi. Masalan, siz biror bir dastur qilayotganingizda siz katta sonlar bilan ishlashingiz kerak bo'lib qolayotganda, o'shalarni qo'shish, ayirish, ko'paytirish uchun aynan shu longdan foydalanishimiz kerak bo'ladi. Endi shuningdek, double bilan floatga to'xtaladigan bo'lsak, bu double ham xuddi shudek, ya'ni o'zidan bunga float 4 bayt ajratilsa, double'ga 8 bayt ajratilinadi. Bu o'z ichiga haqiqiy sonlarni oladi va u double bilan float, ya'ni shu virguldan keyin ko'proq son olishi bilan farq qiladi. Endi const haqida gaplashadigan bo'lsak, bu konstanta deb tanilgan, ya'ni hamma biladi. Inglizchada constant deyiladi. Const bu o'zini qisqacha yozilishi. Const tip name value, ya'ni bu const tipi nomi qiymati deb ataladi. Ya'ni bu tip degani float, double shular kirib ketadi. Endi nomi deganda unga o'zi nom berishingiz kerak bo'ladi. Nom berganda oddiy o'zgaruvchiga nom bergandek qilib nom beriladi va uni ichiga qiymat solinadi. Endi mana constga keladigan bo'lsak, mana const float p 314. Endi const bu float p degan, ya'ni bu o'zgarmas shu son qiymatda berilgan degan. Nimaga float bilan olingan? Chunki aynan virguldan keyingi sonni ham olib berishimiz uchun shu ikkitagina bo'lgani uchun shu qulay. Endi bu p 315 desangiz, bu sizga xatolik beradi va bu sizda dasturingiz ishlamay qoladi. Buni xuddi raqam sifatida olib hamma joyga qo'yib yura olasiz. Masalan, 314 deb yozib o'tirmasdan p deb ishlatib ketishingiz mumkin bo'ladi. Constga nom berayotganda ixtiyoriy nom berishingiz mumkin, lekin iloji boricha hammasini katta harfda yozing, chunki dasturchilar orasida bitta gap bor, hammasi katta harfda yozilsa bu const, ya'ni o'zgarmas degan ma'noni bildiradi deb anglatiladi. Bu yozilmagan qoida albatta. O'zgaruvchiga qaraganda bu bilinib turadi, bu konstdanligi. Va bu masalan jamoaviy bo'lib ishlayotganingizda bu yozganingizni kimnidir o'chirib olmasligi uchun va ular ham bemalol shunga qarab foydalanib ketishi uchun ham juda ham zo'r. Demak, oxirgisi endi konversiya. Konversiya bu o'zgarish degan ma'noni anglatadi. Agar bitta o'zgaruvchini bitta shu float haqiqiy son deb olgan bo'lsak, uni o'zgartirishimiz kerak bo'lsa, boshda shu qovus ochib olib,
oldiga foiz ni qo'yib, keyin intdagi sonni qo'ysak, bu foiz dagi o'zgaradi. Misol uchun, float 7 da turganda uni foiz floatga o'zgartirsak, bu ya'ni 7 dan keyin endi 00 deb chiqarib beradi. Endi agar shu double 7f qilib qo'yadigan bo'lsak, bunda endi ko'proq son chiqarib beradi nuqtadan keyin.